Bu videoni ko'rib men shokka tushdim to'g'risi. Sizlar ham ko'ringlar qani. Bittasi zakot olib kelib berdi. $500 20 ta bemorga tarqatib beringlar dedi va borib turib o'shani tarqatib berganimizdan keyin oxirgi xonaga kirib bitta bemorga berish esimizdan chiqib ketgan ekan. U qolib ketgan meni sumkamda. Uyga kelganimdan keyin qo'ng'iroq qilyapti o'sha kasal, opa sizlar zakot tarqatuvdilarmi? Ha. Hammaga beribsizlar, menga bermadilar dedi. Keyin yo'q, sizga berdik desam, yo'q opa bermadi. Bilasizmi, tok urgandek bo'ldimda, sumkamni ochsam kitobda orasida turibdi. Voy dedim, qizingiz kasal, og'ir edi-da qizi. Og'irligiga gap bilan bo'lib chiqib, hozir olib beraman dedimda, bilasizmi, hali yechinib ulgurganim, bir piyola choy ichganim yo'qdi. Zakotni olib yugurib borsam, bilasizmi nima deyapti? Nimadan bilib qopti? Ketganimizdan keyin bosh hamshira boshchiligida kirishganda hozir zakot olib kelishuvdi. O'shani $500 $250 отделениyaga yig'ib olyapmiz degan. Bersanam degan. Bermasa, u nima degan? Voy, menga berishgani yo'q. Meni kirib qizim bilan ko'rishdi, ahvolini o'zaro gaplashdik. Surxondaryolik Zilola degan qizcha edi, o'tib qoldi rahmatli. O'shani xonasida bo'lgan ish. Matraslar tagigacha og'darib, hali kasal yotgan bemor bolani taglarigacha qaragan. Bunga tashab ketishgani bu bermagan deb. Bilasizmi? Siz qanday fikrdasiz? Javoblaringizni kommentda kutaman.